ismlarini yozganlar, ancha yildan beri qarzdorman. Xosatan Alloh uchun jamoat bilan duo qiling, iltimos, qarzlarimga Alloh najot bersin dedilar. Shetda qulillohumma oyati haqida gap ketadi. Oli Imron surasida qulillohumma degan oyat bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qulillohumma malikal mulki tu'til mulka man tasha degan oyat bor. Shuni o'qib yurgan odam, ikkinchi rivoyat bor, idza waqatil voqi'a bor. O Shomdan keyin. Agar tog'dek tillodan qarzi bo'lsa uziladi dedilar. Tog'dek qarzi yo'qdir tillodan. Uncha katta pullar o'tib ketadi-ku. E'tiqod.uz kanali. Agar tog'dek tillodan qarzi bo'lsa uziladi dedilar. Qulillohumma malikal mulki tu'til mulka man tasha oyati. Quyosh chiqqan paytda o'qiladi, duho paytida o'qiladi. Duho degani shu quyosh nayza bo'yi ko'tarilib turadigan paytda o'qiladi. Shuni o'qing. Shuni ulamo aytgan.